tuya sutini yangi sog'ilganda ichish kerak deyishadi. Bunga sizning fikringiz qanaqa? Endi yangi sog'ilganda ichilganga yetmaydi, lekin hammada ham bu sharoit yo'q. Shuning uchun mana biz 14 yildan beri bemorlarimizga tuyalarning sutini 5 kunlik, 1 haftalik qilib beramiz. Uylarda, sovutgichlarda saqlab, kerak bo'lganda ilitib ichishadi. Endi qanchadan ichiladi deyishadi. 200 gramdan deb internetda dunyo bo'yicha shu lenta aylanadi. 3 mahal ovqatdan 2 soat oldin och qoringa ilitib ichiladi 200 gramdan degan lenta aylanadi. Lekin imkoni bor odamlar 300-400 gramdan ichishi mumkin. Qancha ko'p tuya suti ichilsa, ovqatdan shuncha kamroq yeyiladi. Chunki agar bitta bemor 1 litr yoki 1,5 litr sutkasiga sut ichsa, hech narsa yemasa ham, hech narsa ichmasa ham ovqatlilikka, ichimlikka kifoya qiladi. Endi biz tavsiya qilamiz, yozning kunida sovutgichdan olib ichishni tavsiya qilmaymiz, ilitib ichishni tavsiya qilamiz. Qishda ham, yozda ham albatta tuyaning sutini ichishdan avval ilitib ichish kerak. Tuya sutini 1 hafta, 8 kun, 10 kungacha yangiday saqlash uslubini biz kitob beramiz har bitta bemorga yo'riqnoma sifatida yozib qo'yganmiz, tushuntirib. Ana shunga amal qilinsa, sutni 1 hafta davomida yangiday ichish mumkin. Tuya sutini xomicha ichiladi, qaynatilmaydi. Shunday savol-javoblar bo'lib tursa, biz izohlarga javob berishga tayyormiz. Siz like bosishga, obuna bo'lishga tayyor bo'lib turing.